Bugungi kunda respublikamiz bo'ylab o'tkazilayotgan dolzarb 60 kun tadbirlari doirasida Xorazm viloyatining barcha shahar va tumanlarida yong'inlar profilaktikasi hamda aholi o'rtasida targ'ibot ishlari izchil davom ettirilmoqda. Mazkur tadbirlar doirasida mahallaviy tizim asosida keng qamrovli ishlar tashkil etilmoqda. Jumladan, Urganch shahri Olimpiya mahallasidagi ko'p qavatli turar joy binolarining kirish qismlariga favqulodda vaziyatlarda, xususan yong'inlar sodir bo'lganda fuqarolarning xavfsiz evakuatsiyasini ta'minlashga xizmat qiluvchi harakatlanish rejalari, ko'p qavatli uylarning yong'in xavfsizlik qoidalari o'rnatilmoqda. Shuningdek, birlamchi yong'in o'chirish vositalarini joylashtirilib, ularning doimiy soz holatda bo'lishi nazorat qilib borilmoqda. Bu kabi chora-tadbirlar aholining favqulodda vaziyatlarda to'g'ri va tezkor harakat qilish ko'nikmalarini mustahkamlash, yong'inlarni dastlabki bosqichda bartaraf etish imkoniyatlarini kengaytirish hamda yong'inlarning oldini olishga xizmat qiladi. Shu bilan birga mutaxassislar tomonidan fuqarolarga yong'in xavfsizlik qoidalariga rioya etish, elektr va gaz jihozlaridan xavfsiz foydalanish hamda favqulodda vaziyatlarda 112 qisqa raqami orqali tezkor xizmatlarga murojaat qilish yuzasidan amaliy tavsiyalar berilmoqda. Olimpiya mahallasida evakuatsiya rejasi, yong'in o'chirish vositalarini o'rnatish jarayonlari bo'lib turibdi.